Assalomu alaykum O'zbekiston. Xoni qaranglar. Sal qolmasa, meni ham shunday aybdor qilib yuborishadi menimcha. Jahongir Latipov xoni ifloslagandi. Xullas, sizlar bilan gaplashadigan vaqtimiz keldi. Sababi bir haftadan beri asab yo'q, uyqu yo'q. Bu yerda onam yig'lab qo'yaptilar, Jahon nima bo'lyapti, nimaga unaqa qilishyapti sani deb. Bilasizlar, men har doim hazilga yaxshi atnashganda bo'lganman. Hech qachon menga hazil qilib vayn olishganda, yo realni kulgili hazil bo'lganda men har doim podдержка qilib, hattoki vaynlarni o'zim akkauntimga ham qo'yib yuborardim. Ustimdan endi hazil qilib qo'yishganda, lekin hozirgi bo'layotgan narsa do'stlar, bu hazil emas, bu hujum va bu hujum bir haftadan beri davom etyapti. Javob bermayman, ahamiyat bermayman desam, qarasam undan battar qilib yuborishyapti va bir xil odamlar afsuski bu narsaga ishonishyapti. Xullas, menga bo'lgan ayblovlarni poyma-poy hammasiga o'zim javob berib chiqmoqchiman. Birinchisi, meni Azroil qilib ko'rsatishyapti. Oddiy odam Azroil bo'lib qopti. Menimcha biz shunaqa zamonda yashayapmizki, Azroil bilan, haqiqiy Azroil bilan oddiy bolalarni ajratolmay qolishibdi. Ikkinchisi, davlat odami quloq deyishyapti. Xullas, birinchidan boshlaymiz. Mana Azroil sifatida chizib, Jahongir Ortiqxo'jayevni chizishgan. Keyin Ulug'bek Mahsumovga eshikni taqillatayotganimni chizishgan, shu sanjikka bo'lgan muammolarni menga bog'lashyapti. Birinchisidan boshlayman. Jahongir Ortiqxo'jayev bilan intervyu olganimizda hokimlikdan ketgan edilar va menga hech qanaqa yomonlik qilding, yomon bo'ldi demaganlar. Bir yaxshi bo'ldi, malades deganlar. Hech qanaqa zarracha ziyon yetkazganim yo'q. O'shaning uchun ularni bu videoda tasvirlash ham xato. Ikkinchisi Sanjar bilan intervyu olganimizdan keyin ancha taniqli bo'lib ketdi. Juda ham taniqli bo'lib ketdiki, bizga даже отношениямыз oramizga sovuq tushdi. Sovuq tushganiga qaramay, men uni yomonlik qilganim yo'q. Hozir bo'layotgan muammolarning sababi u o'zingizlar tomosha qildinglar, qanday nima bo'lyapti. Meni hech qanaqa zarracha o'tga aloqam ham yo'q va hozirgi kunda ham даже nima bo'lganini ko'rib, rostni aytsam unga rahmim kelyapti. Sababi bolasi bor. Adasi yaqinda olamdan o'tib qoldi. To'g'ri, xato ish qilgandir, lekin o'lgan ustiga tepgan qilib men ko'ryapman bir xil bu yerda kulib qo'yyapti. Xursand bo'lishyapti, odam qamalib, hayoti barbod bo'lib ketayotgandan menimcha bu sal noto'g'ri narsa. Uchinchidan, Ulug'bek Mahsumovga eshikni taqillatayotganmishman, sindirishga ularni. O'sha odamlarni zakazi bo'yicha. Do'stlar, men Ulug'bek Mahsumov bilan adashmasam 8 yildan ortiq tanishman. Ular bilan 4 ta loyiha olganman, ikkitasi rus tilida, ikkitasi o'zbek tilida. O'shanga agar men qanaqadir yomon odam bo'lganimda, men bilan gaplashib ham o'tirmasdilar, loyiha ham olmasdilar. Agar men loyiha